Yolg'on gapirish gunohmi? Nega unaqa deyapsan? Har kuni oyim mayli deyman. Onasi ovqating tayyormi? Suzaqa. Aha, xo'p, hozir. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Mana aytdim-ku, kech bo'ladi. Ada o'rtog'im Azizbek bilan dars o'qiyapti. Malades, ko'ringlar. Hozir oying ovqat olib keladi, ovqatlanib olasizlar, keyin yana qilaverasizlar darsinglarni. Adasi, Nima deysan? suv qochgan non bilan kechagi ovqat bor ekan. Nima qilay, tashlavaveraymi? Baribir hech kim yemaydi-ku. Ha, o'zing bilasan, bilganingni qil. Amaki, shu nonlarni men olib ketsam bo'ladimi? Uyda tovuq xo'rozlar boqasizlarmi? Yo'q, Nima qilasan unda? oyimga bormoqchi edim. Oyimga? Men adeni yaxshi tanirdim. Biz bitta maktabda o'qiganmiz. Amaki, yolg'on gapirish gunohmi? Albatta gunoh-da. Nega unaqa deyapsan? Onam mazalari yo'q. Uyga yeyishimizga hech vaqomiz yo'q. Ukam qornim och deb har kuni oyimni qiynaydi. Oyim ovqat qilib bera olmaganlariga kechasi bilan yig'lab chiqarlar. Shunga men qornim to'q deb har kuni oyim mayli deyman. Shunaqa degan. O'g'lingiz Azizbek bilan meni o'g'lim Abdurahmon o'rtoq ekan. Sharoitinglarni eshitib qoldim. Mana bu yog'iga Ramazon oyi yaqinlashyapti. Ozgina ehsonimiz bor edi. Sen ham shuni bizdan qabul qilasiz, duo qilib qo'yasiz. Oling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sizga ham Alloh shifo bersin. Sog' bo'linglar.